asılar olsun, şovlardan bazat deyapti. Kameraga yaxshi eshitsa men jim turaman. Mayli, ular davom etsin do'stlarim. Masha kelin, Balqinar, Musharram. Hozir to'rt to'zg'andan keyin to'rtlarni buzib hammaga tarqating. Bo'lganicha, hammalarga bo'lganicha tarqating. Sayra, gap bormi? Keling. Keling, Sayra. Keling-kuyovni atrofini yopmang. Ukam babish keldiniz Rabia. Uzoq umr tilayman, baxtli bo'lar. Ammam bilan jizama bafalı kelin-kuyovlarim jirganda. Ammalari tog'lari otdan 5 million dollar. Kimga menga bersan senga bo'lar edi, Sayra. Rahmat, sog' bo'lsinlar. Salomat bo'lsin. Vahşi davrada bo'lmasligi kerak. Vahşi davrdan chiqib turish kerak. Opalarimiz bor ekan, xolalarimiz bor ekan, ha? Mana shu yerda tortlar buzildi, tortlarni tarqatib bering. Masha kelin, Musharram, Balqinar, tortlarni tarqatib bering. Albatta barmog'ini yalagan kishi, albatta kelin-kuyovlar baxtli bo'lsin deb duo qiladi. Ol 20 yil oldin edi, chechasi bo'lmish, shata qishayib borib, baniyaga cholmaxonaga dashtga cheydi tortda. O'zatni qo'yingizlar endi. Qo'yingizlar o'zatsa. O'z bashi qapar, baniya qapar, qamab qo'yib 4 kundan so'ng ham tarqatadi. Bo'lmaydi u. Tarqating tortni. Tarqating iltimos. Aziz do'stlarim, fursatdan foydalanib bugun hamshiralarimizni, kuyovto'raning oshna do'stlarini, mana shu chechamizni, akamizni hurmat qilgan barcha qavmi qarindosh do'stlarning xizmatlariga shaxsan to'y egalari nomidan rahmatlar aytgimiz keladi. Yana bir bora to'yimiz boshidagi so'zlarni eslagim keladi. Mana shu oila uchun boshda turgan mukarram chechamizni jonlari sog' bo'lsin, boshi tana omon bo'lsin. Mana shu ukalarim, singillarim, akajonlarim uchun ayol iboli bo'lsa, hayoli bo'lsa, oila mustahkam bo'ladi degan menda shunday tushuncha bor. Bu yog'ini ham ustozlardan so'ramasak, meni aqlim yetmaydi. Tortlarni tarqatamiz, kelin-kuyovlarni davriga chorlaymiz. Dualar ila güzel baxtga yetaylik. Eski dualar ila güzel baxtga yetaylik.
bağı qayda, aşıqning sağı qayda. Sevgi azarmı, bilgeler barmı? Kimlerge keng bu dünya, barchaga teng bu dünya. Sevganga tarmı, bilgeler barmı? Bilgeler barmı? Yanar gül hende aşık, mislik şende aşık. Yanar gül hende aşık, mislik şende aşık. Bir ihtiyar mı, bilgeler var mı? Bir ihtiyar mı, bilgeler var mı? Bilgeler var mı? Bakma sevginin dostu, balat dağlarını ustu. Bakma sevginin dostu, balat dağlarını ustu. Dumanlı kar mı, bilgeler var mı? Dumanlı kar mı, bilgeler var mı? Bilgeler var mı? Muhabbet bağı qayda, aşıqning sağı qayda. Sevgi azar mı, bilgenler var mı? Sevgi azar mı, bilgenler var mı? Bilgenler var mı? Geldi kalan kaşlıya, düşme bilen yanıma. Kibritlerinde bedelmezler kadar canıma. Geldi kalan kaşlıya, düşme bilen yanıma. Kibritlerinde bedelmezler kadar canıma. Nazik karışma aile, sen beni diriye. Nazik değişme aile, sen beni diriye. Sen kimin sen beni, kim de yürürsen beni. Sen kimin sen beni, kim de yürürsen beni. Solda bilip hem beni diriye. Solda bilip hem beni diriye. Atamın naz gerekir, atamın naz gerekir. Küpemez az gerekir, küpemez az gerekir. Nazı bilen oynaşmak, nazı bilen oynaşmak. Nazı bilen saz gerekir, nazı bilen saz gerekir. Yarım seni bu ileriye kumarman. Bu inde gelince marcan tumarman. Basket her bir kademiye sarman. Aramı canım kaydedir, sargı ramanım kaydedir. Aşık emanım kaydedir. Aramı canım kaydedir, sargı ramanım kaydedir. Aşık emanım kaydedir. Gözünü taşlar yamire varsız.
vermeydine bizler kumaniye varasıyız. Gece gündüz yığlasın, bağrımı da tavlasın. Gece gündüz yığlasın, bağrımı da tavlasın. Baktım niye bağlasın, yara kurban bıçağım, yara kurban bıçağım. Havasın var güllerim, nazı ince billere. Hanna olas gillere, aşka sıra bir hanım, yara kurban bıçağım. 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 Bilekleri bobum bobum nazının, bahçaları dizim dizim nazının. Ne hayalda yürügenini bilemem, yüreğimde fakat izin nazının. Ne hayalda yürügenini bilemem, yüreğimde fakat izin nazının. Ah ah ey ah nazının nazının, yüreğimde fakat izin nazının. Ah ah ey ah nazının nazının, yüreğimde fakat izin nazının. Boshqadan yursangiz ko'karsin gullar, ukajon, kelinjon to'ylaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Hurmatli do'stlar, aziz kechamiz qatnashchilari, shuning bilan to'yimiz nihoyasiga yetadi. To'y ahliga to'ylar yana bir bora muborak bo'lsin. Akamiz xonadonlarida hamisha to'ylarga ulashsin. Bobanizlar ukamiz bilan Robiya kelinimiz baxtli, taxtli, mana shu xonadonda shular sabab bilan to'ylarimiz ilohim hamisha davom etsin. Fursatdan foydalanib mana shu xonadon deb xizmat qilgan hamsiya urug' qavmi qarindosh, mukarram yangamiz qarindoshlariga, Allanazor akamiz qarindoshlariga shaxsan minnatdorchilik bildiramiz. To'ylaringiz qaytsin ilohim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Men to'yimiz oxirida do'stlar shaxsan Allanazor akamiz bilan mukarram yangamizni mikrofon qarshisiga taklif etmoqchiman. Davramizda bo'lmasa ham, to'yxonada bo'lsa ham meni eshitgandir. Sababi shunday bir chiroyli gap bor. Bir qariya payg'ambarlarimizdan duo berishlarini iltimos qilganlarda duolarni berdilar. Endi farzandlarimga ham duo bering deganda yo'q, farzandlaringizga o'zingiz duo berasiz. Biz esa qo'l ochib turamiz degan javoblar bor ekan. Shunday ekan, qani edi hozir davramizda ota-onalari bo'lsa. Otangga tek boqmay iymoning saqla, farzandsan har doim burchingni oqla. Otangga tek bo'lsang kun o'tib bir kun farzanding senga tosh otmog'i mumkin. Otang panasida o'sib topkamol, qo'llariga suv qo'yib ham duosini ol, ham oylig'ini ol, iloji bo'lsa pensiya. Rahmat. Sog' bo'ling, baxtli bo'linglar, taxtli bo'linglar. Davramizga akamizni yangamiz chorlaymiz. Marhamat chorlang, 1 minutga chorlang. Yo'qmi? Avvalan bir aytgan ekan, duo bering deganda jilik kamirganlar duo bersin degan. Musharraf, bugun jilik kamir aytdingiz, kelinglar. Duo qilamiz yoshlarimizga. Qulxulloh qurg'onlari bo'lsin, alham yo'ldoshlari bo'lsin, Xudoyim bandam desin, Muhammad ummatim desin, 4 choriyar do'stim desin, bu Fatmam ko'shagim desin, Imom Azam mazhabim desin, Ibrohim Halil millatim desin. Yoshlarimiz baxtli, taxtli, mana shu Zarbchi jamoat xo'jaligida emas, balki butun tumanimizda, viloyatimizda, Turkmaniston Respublikamizda eng bir taniqli, inoq, yaxshi oilalar bo'lishini Allohimdan sizlar bilan birgalikda tilaymiz. Amin degan do'stlarimiz kam bo'lmasin ilohim. Aziz do'stlar, rahmat, tuningiz xayrli bo'lsin. Yer sadosi bilan kelin-kelinlarning oltin assanasiga kuzatib qo'yamiz. Konsertimiz oxirida ansamblimiz badiiy rahbari Oshirgul Selimiz, spasiba, rahmat Yulduzxon, Shazamonjon, kichkinagina Oshirgul, sovg'alaringizni olib keting. Spasiba. Sog' bo'ling. Spasiba. Rahmat. Xayrli zamon, salomat bo'ling. Operatorlarimiz sog' bo'ling.